Yoshligimda koreys xolalar bozor eshigini tagida shunaqa pekozellar sotishardi. Ko'chadan olganinglardan uyda tayyorlaganinglar ancha mazali bo'lardi. Tayyorlanishi juda ham oson. Xamiriga suv, dro'ji, tuz, un, yog' qo'shib oshirma xamir qilib olasizlar. Xamirni oshirishga olib qo'yib, nachinkasini tayyorlab olamiz. Karomni o'zigidan ajratib, to'rga bo'lib, mayda qilib to'g'rab, qo'limiz bilan yaxshilab siqib olamiz. Piyozni mayda, go'shtlarni shunaqa uzunchoq qilib to'g'rab, qozonni olovga qo'yib, yog'ni yaxshilab qizdirib, go'shtni yaxshilab qovuramiz. Bir qoshiq soya qo'shib, ketidan piyoz bilan karamni qovurib, uni ustidan qizil paprika, tuz, xohishga ko'ra tomatdan solib yaxshilab qovurib dimlab qo'yamiz. Xamirimiz oshib, nachinkamiz pishguncha yoniga salatli qilib olamiz. Bodringning ichiga to'g'rab chesnok, soya, tuz, qizil pripravani qo'shib aralashtirib chetga olib qo'yamiz. Sabzini ham cho'rka qilib, oddiy tuz, koreycha tuz, qizil paprika, kashnecha urug'i, maydalangan chesnok, olma sirkasi, qizdirilgan yog'ni quyib xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Oshgan xamirlarni zuvalachalarga bo'lib, bir xil dumaloq qilib yoyib, nachinkalardan solib chiroyli qilib tugib olamiz. Shunaqa yumshoqqina xamir bo'ladi. Xamiri qattiqroq tuginglar bo'lmasa tepasi ochilib ketadi. Qiyma bilan tayyorlasanglar ham bo'ladi, lekin to'g'ralgan go'shtdan juda ham mazali chiqarkan. Yana ustiga mayonez, ketchup laqib xohishga ko'ra bezatib yesanglar bo'ladi. Lekin обязательно mana bunaqa bodringli salatlar bilan yeb ko'ringlar, juda ham mazali.